Zamon rivojlangan sari insonlarning ehtiyoji oshib boradi va aynan shu ehtiyojlar insonlar uchun imkon qadar o'sha davri uchun mukammal bo'lgan yengilliklarni yaratishga majbur qiladi. Va xuddi shunaqa mukammallik albatta bog'dorchilikda ham xohlanadi, istaladi. Xuddi shunaqa bilasiz, bitta o'simlik chiqsa, keyingi yilga boshqacha o'simliklar ham chiqib ketyapti. Shunaqangi g'ayritabiiy, noodatiy o'simliklarni tanishtirishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Ismoilbek Rustambekov, Sahardan Flowers pitomnikidan va mana shunaqangi antiqa hamda ko'rkam o'simlik bilan. Bilasizlarmi azizlar, har doim bahor kelganda ish juda ham avjiga, cho'qqisiga chiqadi. Shu sababli qo'l-qo'lga tegmaydi. Lekin bu bahor juda ham boshqacha bo'ldi. Sabab bilasizlar, bu yil men magistratura ta'lim bosqichini bitiraman, tamomlayman va Xudo xohlasa 1-2 haftadan so'ng dissertatsiyamning himoyasi bo'ladi. Shu sababli ko'p narsaga ulgurolmayman, lekin albatta sizlarni xafa qilib qo'yishi va uzoq intiqlik bilan kutishinglarni xohlamayman. Shu sababli bugun ham sizlarga navbatdagi chiroyli betakror o'simlikni tanishtirib o'tmoqchiman. Undan oldin agar siz meni endi ko'rib turgan bo'lsangiz, yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta hamma blogerlar, hamma spetsialistlar internetda aytgandek подписка tugmasini bosib qo'ying. Video manzur kelsa albatta oxirida like bosingki, hozirdan manzur kelyapti deydigan bo'lsangiz, hozirdan bosib qo'ying, farqi yo'q. Va bu o'simliklarni tanishtirayotgan Ismoilbek Rustambek, ya'ni shaxsan Kaminani boshqalarga ham tavsiya qilishinglarni so'rab qolaman. Demak, bugungi tanishadigan o'simligimiz judayam mani hayotimda muhim bir voqealarga sababchi bo'lgan o'simliklardan biri hisoblanadi. Sababini bo'lsa men hozir sizlarga aytib beraman. Ko'rib turibsiz, albatta har doim ma'lumotlar qiziq bo'lgandan keyin bu o'simliklar ham albatta qiziq bo'ladi. Mana bu o'simlik nomini aytib o'taman. Bu o'simligimiz Elaeagnus ebbingei Gilt H. Ushbu o'simlik doim yashil o'simlik va jidalarning oilasiga kiradi. Xo'sh, bu qanday parvarish qilinadi, qayerda yetishtiriladi va nima karomati bor? Buni bo'lsa video davomida bilib olasiz. Bekorga video boshida men sizlarga aytmadim. Zamonlar o'zgargan sari insonlarning ehtiyoji oshib boradi va ehtiyoji mukammallikni talab qiladi. Xuddi shunaqa o'simliklarning dunyosi ham bor dedim. Bu bejizga emas. Sababi bu o'simligimiz, hozir aytib o'tgan o'simligim, bu Elaeagnus jidalar oilasiga mansub. Va o'ylaymanki, siz hali bunaqangi jidani ko'rmagansiz. Haqiqatdan bu jida sizga g'alati erish tuyulishi mumkin, lekin unaqa tuyulmasin. Chunki hamma o'simliklarning ham har xil ko'rinishi bor. Va bu ko'rinishidan bizga berskelet o'simligini eslatadi, ya'ni o'zbekchasiga normushk, lotinchasiga ionimus. Bu o'simligimizdan xuddi berskeletiga o'xshab barglarini cheti tilla rangli, o'rtasi yashil tusda, faqat farqi tangachalar bilan qoplanganligida bargini usti. Shu bilan bir qatorda berskeletlarga o'xshashgan xislati bular ham doim yashil o'simliklar qatoriga kiradi. Shu bilan bir qatorda o'zini judayam shirin, hidli gullari va noodatiy antiqa mevalari bilan ham ajralib turadi. Agar siz haqiqiy o'zbekistonlik yoki markaziy osiyolik bo'ladigan bo'lsangiz, jidalar sizni hayratga solmasligi mumkin, lekin bunaqasi sizni aniq hayratga soladi. Elaeagnus ebbingei, ya'ni bu dekorativ jidamiz bizda quyoshni juda ham sevadigan o'simlik hisoblanadi. Ya'ni O'zbekiston iqlimidan kelib chiqib, siz bularni bemalol to'g'ridan-to'g'ri quyosh tushadigan joyga ekishingiz mumkin. Va buni kustini ko'ryapsiz, butasini juda ham katta buta bo'ladi, ya'ni balandligi 3 metrga, eni bo'lsa 2,5 metrgacha yetishi mumkin va barglari mana shunaqangi noodatiy. Va mana ko'ryapsiz, mevachalarni ham ko'rsatib o'taman. Ko'rasiz, jidasi bor. Mana jidasi bor buni ham. Lekin jidasi iste'molga yaroqsiz. To'g'risini aytsam, iste'mol qilib ko'rmaganman, balki yaroqlidir. Bu bizga 2 yil oldin keltirilgan edi, avvalgi paytda. O'shandan taniyman bu o'simlikni va sizga aytdim, bu o'simlik meni hayotimda juda ham yaxshi bir voqea bilan eslanadi deb aytdim. Hozir o'sha voqea haqida aytib bermoqchiman sizlarga. Taxminan adashmasam 2020-yillardan boshlab dunyo bo'ylab telekanalni Landshaft o'z telejurnaliga ma'lumotlar berib, sizlar bilan tanishga chiqqanman. Ya'ni efirga, televizorga, shu ko'rsatuvga birinchi marta chiqqanman va aynan shu ko'rsatuvga chiqqanimdagi birinchi tanishtirgan o'simliklarimdan biri aynan Elaeagnus ebbingei hisoblanadi. Bu o'simlik tog'li hududlarda yetishtiriladi o'zi tabiatdan. Lekin hozirda dekorativ o'simlik, ya'ni manzarali o'simlik sifatida butun mamlakatda, butun dunyoda juda ham ko'plab ishlatilyapti. Ayniqsa bulardan hosil qilinadigan chiroyli klumbalar, kompozitsiyalar sizni ham ko'zingizni o'rnatadi
va bog'ingizni ham juda ham chiroyli qilib bezab beradi. Nimaga? Sababi bilamiz, beriskeletlar juda ham ko'plab ekilyapti hozirgi kunda va hammani hovlisida, ko'chada beriskeletlarni ko'rish mumkin. Lekin bu o'simlikni kamdan kam ko'rasiz va hattoki buni jiyda ekanligini mana hozir eshitib turibsiz. Jiydani bilasiz, o'zi juda ham shirin hid beradi. Aynan shu hidi bilan odamlarga yoqadi va hosili ham noodatiy, juda ham ko'plab kasalliklarga foydasi bor. Buni ham gullardan yaxshi hid keladi va plus boshqa o'zimizda mahalliy katta jiydadan farqi barglarining yirik bo'lishida. Yirik dekorativ barglari sizni bog'ingizni qishin yozin mana shunaqa holatda bezab beradi. Xo'p, issiqlik darajasi 45-50 gradusgacha chidab beradi. Faqat bu degani zo'r ekan, bu turaveradi degani emas. Albatta siz vaqtida bularni sug'orib turishingiz kerak. Yoz oylarida Agnoslarni siz haftada 3 marta, ya'ni kun ora sug'orib turishingiz kerak bo'ladi. Sug'orish tartibini bilasiz. Yerda asfaltni qizig'i ketsa, issiqi ketsa, o'sha paytda sug'oriladi. Qish kunlarida o'zi yog'ingarchiliklar o'zi yetadi. Bahor paytlarida o'zi haftada 2 marta, bir marta tegini nam qilib sug'orib tursa bo'ladi. Ustidan suv sepish. Agar siz bilan ustidan suv sepadigan bo'lsangiz, jiddiy kasalliklarni orttirib olishi mumkin. Ya'ni bularni faqat haftada 1-2 marta barglarini yuvish uchun suv sepish mumkin. Lekin ko'p qilib suv sepish bu o'simliklarimizni barglariga zamburug'li kasalliklarning tushishiga sabab bo'lishi mumkin. Natijada barglari sekin-astalik bilan to'kilib, boshqa kasalliklarni orttirib boradi. Shu sababli uncha ustiga suv sepilmaydi va eng muhimi siz bularni quyoshli joyga ekishingiz kerak. Agar quyoshli joyim yo'qman deydigan bo'lsangiz, yarim soyada yetishtirishingiz mumkin. Lekin salqinga ekish tavsiya qilmayman. Sababi salqinda o'simlikni barglarining ustida ortiqcha tangalar hosil bo'lish boshlaydi va barglari yiriklashib, ranglarini yo'qotish ehtimoli ham yuqorilab ketadi. Hasharotlardan bo'ladigan bo'lsa, bular shiraga chalinmaydi. Eng yaxshi tarafi shira kasalliklar bularga tushmaydi. Bu tarafda hasharotlardan anchagina baquvvat hisoblanadi. Faqatgina o'ziga asalaridan jalb qiladi qachonki o'sha gullaganda. Buni gullash davri o'rtacha tabiatan aprel oyidan iyun oyigacha bo'lgan muddatda amalga oshadi. Lekin bizning O'zbekiston iqlimimizda bo'ladigan bo'lsa, shu may oyidan boshlanadi va gullash davomiyligi o'rtacha 20-25 kun davom etadi, boshqa gullarga o'xshab. Gullari asalli hidi, o'sha jiydani hidi keladi va sarg'ish, oqish ranglarda bo'ladi. Demak, Eleagnus mana bu o'tgan yilgi gullarini o'rni ko'rayotgan bo'lsangiz va yangi chiqarayotgan barglari va buni jiydasi qattiq ekan, qattiq ko'rsatdingiz deb ko'rolmay qolganlar uchun hozir mana ko'rsataman. Mana jiydasi. Haqiqatdan mana haqiqiy jiyda. Va mana bargini ko'rib turibsiz. Tangachalar bilan qoplangan dedim. Mana bunaqa. Sezilmas oq tochkalari, sepkillari mana shu tangachalar hisoblanadi va bu bargini mustahkam saqlashga, baquvvat bo'lishiga hissa qo'shadi. Va agar buni ustini artadigan bo'lsak, juda ham rangi tiniqlashadi. Bularni Zahiriddin Flowers pitomnikidan, o'zim tadqiqot qiladigan, o'zim ishlaydigan pitomnikdan $22 sotib olsangiz bo'ladi shunaqangi baquvvat kustini. 7 litrli idishda turibdi bu va bitta nimada ikkitadan ko'chati bor mana. 1 va 2. Juda ham chiroyli va ko'rkam o'simlik. Bemalol buni xohlagansiz tanlab olsangiz bo'lar ekan shu. Mana. O'ylaymanki sizlarga Eleagnus haqida yetarlicha ma'lumotlar berdim. Albatta bu borada o'qib, sizlarga ko'plab ma'lumotlar berishda davom etaman. Sababi faol tadqiqotchi sifatida har bitta o'simlik shaydolarini mana shu o'simliklar bilan yaqindan tanishtirib borishni o'zimga ahd qilib, o'zimga maqsad qilib olganman. Sizlar bo'lsa meni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Videolarimga albatta manzur kelgan bo'lsa, like tugmasini bosing. Kommentariyada yana qaysi o'simliklar bilan tanishishni xohlayotganlaringizni yozib keting va sizga imkon qadar mana shu yil davomida, shu kunlar davomida shu o'simlik haqida ma'lumot beraman. Unutmang, o'simlikchilik bu ham savobli, ham daromadli kasb hisoblanadi va ayniqsa bu o'simliklarni to'g'ri yetishtirsangiz sizga qancha salobatlik etadi, qancha sizga savobi boradi. Shu bilan bir qatorda vatanimiz obod bo'ladi, shu bilan birga kislorod bilan ta'minlanadi, chang bo'ronlaridan yiroq bo'lamiz. O'zbekistonni birgalikda gullatishda davom etamiz. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.